partiya sifatida doimo jamiyatni birlashtirish haqida gapiramiz. Hurmatli fraksiyadoshlar, kun tartibimizda bugun bir qancha qonun loyihalarini ko'rib chiqishimiz kerak. Hurmatli Alisher Kildeyevich, hurmatli deputatlar, sizlarning e'tiboringizga tazyiq va zo'ravonlikdan jabrlangan shaxslarga ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish tizimini yana takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga qo'shimcha va o'zgartirishlar to'g'risidagi qonun loyihasini havola etmoqdaman. Jabrlangan shaxslarga faqat xotin-qizlar kiradimi yoki boshqa shaxslar ham kiradimi? Nimaga klassifikatsiya qilinyapti bunaqa muammoli narsa? Bolalarga alohida, xotinlarga alohida, erkaklarga alohida. Tazyiq va zo'ravonlikka kim uchraydi degan savolda faqatgina biz ayollarni ko'zda tutganmiz. Men birinchi o'qishda aynan mana shu qonunga qarshi chiqqanman. Keksa nuroniy otaxonlar kelin yoki farzandini qo'l ostida qolib ketganlar tazyiq ostida qolib ketishyapti. Har qanday holatda ham mana shu mehnat kodeksiga rioya qilinsa bunday holat bo'lmaydi. Nima uchun 90 kun va undan ortiq muddatda chet elda ishlab kelgan fuqarolarimizdan olinishi kerak va ikkinchisi bu OITSga qarshi demak analizlarni topshirish qayerlarda amalga oshiriladi? Amaliyotchilarni eng qiynaydigan masala bularni majburlab tibbiy ko'rikdan o'tkaza olmaslik edi. Bu masala o'z vaqtida ko'tarildi. Majburiyligi belgilanishi to'g'ri, lekin samaradorligi past bo'ladi. Mana shu majburiy tekshiruvdan bo'yin tovlagan yoki bormagan o'z vaqtida fuqaroga nisbatan qanday javobgarlik masalasi belgilanyapti. Uzoq muddatga kelayotgan fuqarolarni nimaga inobatga olinmagan chet el fuqarolarni? O'zini fuqarolari qaytayotganda ham majburiy tekshiruvdan o'tkazish qaysi davlatda bor? Shu majburiy tekshiruv muammomizni hal qiladimi? Biz bu qonunni qabul qiladigan bo'lsak, dunyoda birinchi o'zini fuqarolariga nisbatan majburiy vich-spid tekshiruvni o'tkazadigan davlatga aylanamiz.